Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan boshlab mana 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan maktab darsidagi video darsliklar joylashni boshlaymiz. Mana bugun 5-sinfdagi birinchi mavzuyimiz natural sonlar va ularni qo'shib ayirish haqida bo'ladi. Natural sonlarni sizlar bilan gaplashishdan oldin keyinlar raqam va son tushunchalarini tanishaylik. Raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lgan ketma-ketlik raqamlar deyiladi. Raqamlar 1 dan 9 gacha 9 ta 0 bilan jami raqamlarimiz 10 ta ekan. Raqamlarning eng kichigi 0, eng kattasi 9. Ana endi son tushunchasi. Raqamlar kombinatsiyasidan tashkil topgan ketma-ketlik son deyiladi. 1 va 2 raqamlar kombinatsiya qilyapman. 12 sonini yozdim. 3 bilan 4 ni kombinatsiya qilyapman. 34 ni yozdim. 5 79 dan kombinatsiya qilyapman. 579 yozdim. Kimdir aytishi mumkin, mayli 34 emas, 43 ham qilsak bo'ladi deyish mumkin. To'ppa-to'g'ri bo'laveradi. Tushundinglar? Natural so'zi naturalist so'zdan olingan bo'lib, tabiiy degan ma'noni aytadi. Ya'ni natural sonlarni biz tabiiy sonlar deb tushunishimiz mumkin. Sanoqda ishlatiladigan sonlar natural sonlar. Ya'ni misol uchun tashqarida 5 ta bola turibdi deya olamiz, to'g'rimi? Ya'ni 5 so'zni biz sanoqda ishlata olyapmiz. Yoki tashqarida 2,5 ta bola turibdi deya olamiz, to'g'rimi? Ya'ni biz sanoqda ishlatadigan sonlar bu sonlar natural sonlar bo'lar ekan. Ana endi qo'shish xossalari. A sonni B songa qo'shganimiz bilan B ni A ga qo'shganimiz bir xil ekan. Ya'ni ikkita sonni qo'shyapmiz, to'g'rimi? O'rinlashtirib qo'shsak ham javobi bir xil, natijamiz bir xil chiqaverar ekan. Tushundinglarmi? Endi 3 ta sonni qo'shyapman. A qo'shuv B qo'shuvsi. Ya'ni 3 ta sonni qo'shyapman. Xohlasam bir boshda ikkitasini qo'shsam bo'laverar ekan. Boshdan va oxirdan qo'shsam ham bo'laverar ekan. Yoki oxirda ikkitasini qo'shsam ham bo'laverar ekan birinchi o'rinda. Tushundinglarmi? Ya'ni 3 xil holatda qo'shishimiz mumkin ekan. 3 ta natural son qo'shilayotgan bo'lsa. Keyin endi ushbu misollarni ko'raylik. 17 ga 23 qo'shamiz. Ustun shaklda qo'shib o'rganyapmiz. Xona birliklarni to'g'ri qilib yoza olamiz oxiridan boshlab. 7 ga 3 qo'shsak 10, biri dilda. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, dildagi bilan 4. Javob 40 bo'lar ekan mana. 43 ga 18 ni qo'shyapmiz. 3 ga 8 ni qo'shsak 11, biri dilda. Birini yozsak, biri dilda. 4 ga 1 qo'shsak 5, dildagi bilan 6. 162 ga qo'shamiz 14 ni. 2 ga 4 qo'shsak 6, 6 ga 1 qo'shsak 7, 1 o'zi tushadi, 176 bo'lar ekan. 177 ga 223 qo'shaylik. 7 ga 3 qo'shsak 10, 0 ni yozamiz, 1 dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak endi 9, dildagi bilan 10, yana 1 dilda. 0 ni yozamiz. 2 ga 1 qo'shsak 3, dildagi bilan 4. Javob 400 bo'lar ekan. Kimda savollar bor? Tushunyapsizlarmi? Yaxshi. 28 ni ayiramiz 13 ni. 8 dan 3 ni ayirsak 5. 2 dan 1 ni ayirsak 1. Javob 15 bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Shunchaki mana bu yerda qo'shayotganda ham raqamni raqamga qo'shdik xolos. Raqamni raqamga qo'shdik. Bu yerda ham shu raqamdan raqamni ayiryapmiz. Mana 8 dan 3 ni, 2 dan 1 ni. Tushundinglarmi? Javob 15. 67 dan 17 ni ayiryapmiz. 7 dan 7 ni ayirsak 0. 6 dan 1 ni ayirsak 5. Javob 50. 138 dan ayiramiz 127 ekan. 8 dan 7 ni ayirsak 1, 3 dan 2 ni ayirsak 1, 1 o'zi tushadi. Bunga sherik yo'q. Javob 111 bo'lar ekan. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, 138 dan 27 ni ayirayotganimda orqadagi xona birliklarini to'g'rilab yozib oldim. Tushundinglarmi? Ya'ni 27 ni kimdir mayli yozib bergan bo'lsa xato bo'ladi. 155 dan 133 ni ayiramiz. 5 dan 3 ni ayirsak 2, 5 dan 3 ni ayirsak 2, 1 dan 1 ni ayirsak 0 bo'ladi, 0 ni yozish shart emas. Javob 22. 178 dan ayiramiz 107 ni. 8 dan 7 ni ayirsam 1, 7 dan 0 ni ayirsam 7, 1 dan 1 ni ayirsam 0, 0 ni yozish shart emas. Javob 71 bo'lar ekan.
1249 dan ayiramiz 1001 ni. 9 dan 1 ayirsak 8, 4 dan 0 ayirsak 4, 2 dan 0 ayirsak 2, 1 dan 1 ayirsak 0. 0 ni yozmaymiz. 248 degan javob bo'lar ekan. Ana endi keyingisi. 2358 dan ayiramiz 1027 ni. 8 dan 7 ni ayirsak 1, 5 dan 3 dan ayirsak 5 dan 2 ni ayirsak 3, 3 dan 0 ayirsak 3, 2 dan 1 ayirsak 1. 1331 degan javobga ega bo'lamiz. Tushundinglarmi? Kimda savollar bor? Savollar yo'q bo'lsa yozib olamiz. Ushbu savollar sizlarga uyda mustaqil ishlash uchun qoldi. Bu savollarni o'zingizlar ishlaysizlar. Endi qo'shimcha savolni maktab darslari 5-sinf kitobdan shu mavzuga mos misollar topib ishlasanglar bo'laveradi. Darsimiz shu yerda yakunlansa ham bo'ladi. Ajratgan vaqtlar yozib olasizlar. E'tiborlar uchun